Darvozachimiz bugun Paxtabodda Ustunovkadamiz. 2 yil oldin, ro'parasi 2 yil oldin bizdan kattagina darvozani uchastkalariga olgan edilar. Hozir bu akani ota-onalar yashaydigan katta hovlilariga inomarka fasondagi shedevr darvoza olib keldik. Bu darvozani Ustunovkasiga Xorazmlik o'zimizda mehmonimiz, hamkasbimizni olib kelganman. Hozir birgalikda Ustunovka qilamiz. Biz ishdan ko'rib internetda ish o'rgangani kelganlar. Xudo xolasa ta'sirotlarni keyin o'zlari aytib beradilar. Birgalikda darvoza o'rnatamiz endi. Xudo xolasa. Bu kishida hamma sohada qo'ldan kelgancha o'rgatmoqchimiz. Darvoza o'rnataylik, keyin yasarish jarayonida ham sir-sinoatlarni o'rganib olasiz. Bo'pti, mayli. Yaxshimi? Biz ishxona yoqdimi? Ha, yo'qdi. Ishga gap yo'q, sifatiga zo'r. Xorazmdagi o'sha voha tomonli akalarga ham tavsiya berasizmi? Biz ishlar materiallar zo'rmi? Materiallar zo'r. Kecha o'zim keldik, materiallarni ko'rdik. Kecha keldim o'zim. Hamma joyi qalin, yaxshi materiallardan ishlangan. Shu videoda qanaqa aytilgan bo'lsa, xuddi shunaqa boradi, xuddi shunaqa materiallar ishlatiladi. Gap yo'q. Xudo xolasa Ustunovka jarayonini ham